Afsonaviy bolalar guruhi va so'z ustasi Obidjon Asomov talqinidagi Tohir va Zuhra filmidagi mana shu sahna aynan mana shu joyda suratga olingan. Ana shu filmdagi joylarni sizga qisqacha obzor qilib beraman. Obidjon Asomov ro'molchani mana shunday boylab olib, voy, shuncha yuk ko'tarib kelgan ekanman deb mana shu joyda o'tirib, qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deb oyoq kiyimlarini qoqishgan sahna mana shu joy bo'ladi. Voy tavba. Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deb. Ada qayodiy fotograflar ham o'zini Zuhrasini topdi. Men haligacha topolganim yo'q. Degan gaplar aynan mana shu joyda olingan va men ham aytishim mumkin. Qayoqdagi mobilograflar kelib video qilgani yo'q. Men esa qildim. Degan sahna aynan mana shu joyda olingan. Bu yerdan amaki chiqib, Obidjon Asomov tomonga shipakni uloqtiradi va Obidjon Asomov turistlarga shipakni mo'magina pulga sotadi. Molni tozaligini qarang. Bu dahshat, bu eski mol bu. Ha aka, Toshkentga yeta olmayapmiz, ko'chada qolib ketdik, beravering. I'm going home. Jannat ish bo'ldi. Buni qarang. Bu Toshkentga yetib olish yo'lda tursin, seni uylantirishga yetadi o'g'lim. Soat 4:30dagi poyezdda Toshkentga ketmasdan qolganim va bu joyga kelib shu kadrlarni qilishim uchun arziydi deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa bitta like va bu videoni retro filmlarni miriqib ko'rgan tanishingizga yuborib qo'ying.